Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizga trombovka apparatlarimiz yetib keldi. Bugungi video obzorimizda ushbu trombovka apparatlarimiz to'liq ma'lumotlarni aytib, narxlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Trombovka apparatlarimiz ikki xil turdagisidan mavjud. Kenguru trombovka va vibroplashatkali trombovka apparatlarimizdan yetib kelgan. Bulardan hozir to'liq ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Hop, kenguru trombovkamiz sakrab uradi bu. Bitta sakraganda 1,5 tonnagacha yuk uradi. Motori 3 kilovat. Jami vazni 70 kilogramm bo'ladi. 220 voltga ishlaydi. Motori toklaring 180 voltgacha pasayib ketsa bemalol ishlab berishga mo'ljallangan holatda bo'ladi. Endi hop, vibroplashatkali trombovkamiz. Bu ham Merolis brendiga tegishli, motori benzinga ishlaydi. Old kuchi 7 ta 170 gilza porshili bo'ladi. Bu ham o'sha 1,5 tonna yuk bilan trombovka qilib beradi, faqat bu vibratsiya berib ketadi. Pastki plashatkasini razmeri 40 ga 60 lik bo'ladi. Mana ko'rishlaring mumkin. 15 kilonewton bu degani 1,5 tonna degani. Jami vazni 68 kilogramm chiqadi apparatimizni. Benzinga ishlaydi, 1 soatda 1 litr rasxodi bo'ladi. Suvli, suv quyib qo'yib, bu yerda o'zining krani bor, kranni ulab qo'ysalaring, changitmasdan trombovka qilib berib ketadigan apparatimiz bo'ladi. Bularga garantiya 6 oydan beriladi. Vibroplashatkaliga ham, kenguruga ham beriladi. Bu ham xuddi shunaqa vibroplashatkali trombovka. Endi kenguruni benzinli variant kerakdiganlar uchun undan ham bor, do'konda ichkarisida bor benzinli varianti. Asfalt kesayotgan apparatlarimizdan ham kelgan. Asfalt kesayotgan benzinli 15 sm gacha asfaltlar kesib berishga mo'ljallangan. Endi narxini so'ragan akalarimiz uchun $350 benzinli kenguru trombovka, tokli kenguru trombovkamiz narxini chiqarib beramiz. Benzinli $400 chiqadi. Bundan kattaroq bo'ladi gavdasi ham. Vibroplashatkali trombovkalarimiz esa $360 dan chiqarib beramiz. Merolis 1,5 tonnaligini, kichikroqlari 1,5 tonnali, 1 tonnaliklari bo'ladi. Ularda arzonroq chiqarib beramiz. Lekin hadovoylari shu 6 oyga garantiya beriladi. Kimga shunaqa apparatlarimiz kerak bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib kelib xarid qilishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Manzilimiz so'raganlar uchun manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massiv, Malina svetofor yonginasida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlar do'koni bo'ladi.